Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kecha ruschasini yozsak, unchalik keng tarqalmadi. Ko'proq tarqatvoringlar bu videoni. Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegarasidan o'tishingizga Qirg'izistonga kirib kelayotganingizda taksichilar turadi. O'tganlar bir tozalavoruvdi, yana paydo bo'lishibdi. O'zbekistondan o'tganki odamni majburlab aeroportga ketayotganlar 500 so'm, 600 so'mdan pulini olishyapti. 400-500 rubl qilib. Shuning bir ilojisi bormi, imkoniyati bormi? Qirg'izistonda bo'ldi, hamma tozalavordi, hech qanaqa mafiya qolmadi, unaqa narsalar yo'q, reketlar yo'q deyatuvringlar. Bu chegaradan o'tishinglar odamlarni tinchini, halovatini buzib qo'yadi bu. Biz O'zbekistonga o'tsanglar, svobodniy xohlagan mashinalar tanlab chiqasizlar, unaqa majbur emas, o'tirmaysizlar. Men Rossiyaga keldim ilgari kuni. Meni kutib olgan qarindoshim aeroportga borib qo'yish kerak edi. Sen nedirki aeroportga bu bizni taksichilardan olib o'tib ketasan deb urib o'ldirish bor edi haligini. Hali kuni Moskvada qirg'izistonliklarni hammomga kirib urib amonlar halida rusga община olib chiqib ketganiga Qirg'iziston hamma deputati bosh ko'tardi-da. Qoyil qolish kerak. Shuncha o'zini xalqini himoya qilib oladigan davlat ekan bu Qirg'iziston. Malades o'zini xalqini birovga qo'llatib qolmaydi. Konsulni chaqirib protest e'lon qildi. Молодцы.